Hazreti Yolcuhan falan oyat tuturibdi. Shuni qanaqa qilib bosib o'taman degan. Qanaqa qilib bosib bu Abduljon Qozi Kanonzoda o'z vaqtida aratir, noqul, voyiz, kuchli odam bo'lgan. Bu Tojikistonda qozisi bo'lgan. To'rida Hazrat Yolcuhan Eshonboy o'rtog'i muftiysi bo'lgan. Yana boshqalar. Ba'zi to'rida o'tirgan yosh nima ekan? Uzunroq tushib qolgan ekan nima? Soya, ko'lanka. Yo'q, bu kishi tojikcha aksentda yo'q men o'tmaydi. Bu yerga Hazrat Yahudiyxonning soyalari deb mana bir chiroq gaplarni hanuz qulog'im miyamda turadi. O'sha zamondagi odamlar naqadar oliyjanob bo'lgan, naqadar farofatli bo'lgan, naqadar bir-birlariga bo'lgan hurmat, ayniqsa mana bu ulug'larni hozir biz ham kelayotgandik, Shohjahon nimani aytyapti, Buzuli eshondi. Endi bizga bu hozir Shohjahon bizni Sherali Hofizda bu akamiz boshqa bir qo'ygan. Qanaqa qilib bosib o'tib ketib qoladi? Qani aqlga to'g'ri keladigan ish emasda, bilmaganlar mayli bilmas, lekin biladiganlar, tarixda shu ishlarni ko'rgan odamlar shunday qilib o'tish kerak bo'ladi. Amin. Oromjon qo'shiq ayt, jon baxshida kishiga butun jahonda go'yo Sherali akam o'lmagandek bo'lib qolibdi. Metr hozir fikri bor dedim, mana ba'zi bir reaksiyon mutaassib ruhoniylardan qo'rqadim deyapman. Aytda, Xudo omadlaringizni bersin, qomatlaringizni bersin. Mana bu she'rlaringiz, asasa dabdabalaringiz bilan, tantanalaringiz bilan mana shu otangizning ishini olib borib, elni, xalqni dil nazargohida turistda yashang. Faxriddin boy, siz ham fahmi farosatingizga, dunyoqarashingizga va san'atni qanday bilish zehniyatingizga sallamnolar bo'lsin. Albatta buncha basabat hozirga bo'lishi mumkin. Bilmayman endi. Nima bo'lsa ham juda yaxshi. Tez mana kelib chiroyli huquqlarga rozi bo'ling. Alloh. Haliga nimaga ham salom ayting. Sochi oda, yaxshi. Sochi oda odamni aqli ko'p bo'ladi deydi. Endi qaragan seni tunatib maqtab qo'yaveradi. Maslahat toptiraman. Ha, barakallah, shunday bo'lsin. Ayollaringiz, hammalaringiz, o'g'illaringiz bormi? Oti nima uni? Sherjahon. Sherjahon. Unga bersin butun yer yuzi ber jahon bo'lsin. Omon bo'linglar. Tilla odam ekansizlar. Yashanglar. Rahmat. Hoshib turing. Salom.